Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ulug'bek Pardayev va bugungi video roligimizda sizlar bilan qanday qilib video akidan to'g'ri foydalanish va uni qanday yuklab olish, o'zi nima ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz va uni YouTube kanalimizga ulashishni ham birgalikda ko'rsatib beraman. Xo'p, bu kompyuter versiyada tushuntiriladi, ya'ni kompyuterda ko'rsatiladi. Sizlarga telefon versiyasi agarda kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimiz bor albatta. Xo'p, Telegram kanalimiz mana shu YouTube kanalimizning bio qismida bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'ysalar juda zo'r bo'lardi. Xudo xolasa nasib bu yoqqa video tashlab beriladi. Xo'p, bo'lmasam biz videoni boshladik. Birinchi o'rinda video IQni yuklab olish uchun video IQ deb qidiramiz. YouTubedan, Googledan qidiramiz va bizdan sign up for free, ya'ni bepulga ro'yxatga o'tish. Ustiga bosganimizdan so'ng bizdan akkaunt so'raladi. Akkaunt ustiga bosamiz va продолжitga bosamiz. Продолжitga bosganimizdan so'ng bizdan ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng bu yerda yozyapti, ya'ni connect your channel, ya'ni sening kanalingni bog'laymizmi? Aynan shu Gmailga ochilgan kanalga bog'laydi faqat. Xo'p, biz bu yerdan hozir skip qilib ya'ni o'tkazib o'ramiz va bu yoqdan ham пропустить qilib olishimiz mumkin. Ya'ni bu qanaqa videolar qilasan? Sinimat menimcha shunaqa, qanaqa videolar qilasan? Misol Minecraft deb qo'yaylik, Minecraft deb so'radi, продолжitga bosamiz. Bu yerda Minecraft oni хорошо. Ha, aytgancha buning pulli versiya, ya'ni pulga sotib olsanglar bo'ladi, to'lovi bor. Narxi juda ham zo'r skidkada ekan, ya'ni $10 ekan. Men buni 12 yoki $14 ga sotib olgandim. Oyiga, yiliga esa 850, ya'ni deyarli $9. So'mga chaqqanda bu 120-130 ming so'm bo'ladi. Bu 100 ming yaqinroq bo'ladi. Hozir biz bepul versiyasidan foydalanib turamiz. X bosamiz, пропустить bosib olamiz mayli. Xo'p, hozirda bizada bu tomonda Vigrishi plana prosta men birinchi YouTube'da boshlagan vaqtim mana shu video iklarda foydalanganimda bu juda ham kerak narsa deb o'ylardim. Ya'ni bu yerda повторение приглядя nimadirlar bor, bu yerlarda sizlar mashqlar bajarishinglar mumkin, progress. Yana bitta zo'r narsasi mana bu tomonda biza thumbnail skriptlar, ya'ni ssenariylar yozishimiz, generatsiya qilishimiz mumkin. Discover'da biza ключевое слово, ya'ni kalit so'zlar yaratishimiz mumkin. Ustiga bosib, misol sizlar futbol yo'nalishida qilsanglar, misol Messi deb qidirsak, mana yerda bizga Messi deb Ankara Messi, Lionel Messi, Messi editlar chiqib kelyapti. Ballari zo'r va mana bu nimaga g'irra bo'lib turibdi desanglar, bu pul so'raydi. Ya'ni o'sha aytganimdek, o'sha $9, ya'ni 130 ming so'mlik versiya sotib olsanglar, bu ochiladi. Demoqchiki, bu yerda sizga ko'rsata olmaymiz, lekin 116 ta yana shunaqa o'xshash kalitlar bor deydi. Bizda hozircha borlar, atiga 3 ta, yana bu yerda yana 3 talab olsanglar bo'ladi. Bu yerda odamlar tipa qanaqa vопросlar berayotgani, ko'proq endi bu qanaqa tilda, menimcha Argentina tilida bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Boshqa o'yinlarni, boshqa narsalarni ham qidirib ko'rsanglar bo'ladi, bemalol. Lekin flow ochish uchun bizga albatta pulli versiyasi kerak bo'ladi. Xo'p. Bu yerda haqiqatan ham menimcha aksi ketyapti, chunki mana bu narsa daqiqalar ketyapti, ya'ni 12 soat berilgan, ya'ni men bilmadim. Bu yerda mana agar siz akkauntingizni, ya'ni o'sha kanalingizni ulaganingizdan so'ng mana yerda sizlar uchun video ideyalar, kalit so'z qidiruvlari, boyagi narsalar shular chiqib keladi. Bu yerda sizlarga savol-javoblar berib o'tiriladi. Bizga hozir kerak emas. Bizga asosiy kanalimizga bog'lash. Kanalni bog'lash ustiga bosamiz va bizdan akkauntimizni so'raladi. Ustiga yana bir bosamiz, yana bitta bosamiz. Bu yerda sizlar nimadirlar ruxsatlar oladi. Yomon joyi yo'q. Vibrator VSEOga bosasizlar. Kanal aktiviga ta'sir qilmaydi. Men boshida ko'rib kanal aktiv ta'sir qiladi. Endi birinchi boshida kirganda shunaqa bo'ladi. Xo'p, o'tgandan keyin ana endi bizada mana monetizatsiya uchun narsalar bu yerda qaranglar. Meni o'sha mana bu kanal shogird kanali o'sha qilayotgan yo'nalishiga boqib beryapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Mana ideyalar, ayniqsa Coffee Dance'lar deb boshlanmoqda. Zo'r. Очень высокий deb yozib qo'y. Высокий degani yaxshi, zo'r degani. Xo'p, ana endi install extension degan narsa bor. Buni ustiga bosganimizdan so'ng bizada mana bunaqa joy ochiladi. Ya'ni video ikoni biz Chrome'mizga, ya'ni Google Chrome'ga ulab olamiz. Extension mana bu narsa. Xo'p, mana shu yerda bor edi, mana shu narsa bo'ladi.
Mana biza Yandex yana nimalar bor, offline dokument. Biza ustanovkaga bosamiz va ustanovka razresheniyami, razreshetni beramiz. Mana hozir bizadan bir 10 soniyadan so'ng mana bizni video ikkimiz YouTube kanalimizga ulandi to'liq. Biza agar siz yana ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta mana bu video deganga promo o'tib yuborasizda, havola orqali qilingan. O'tib bu yerdan ham ma'lumot olishingiz mumkin yoki YouTubedan shu ChatGPT yoki DeepSeek'dan foydalanib bemalol olishingiz mumkin. Xo'p, bizga nimalar qo'shildi ana endi deyishinglar mumkin. Albatta bizda mana bu yerdagi oson ko'rinadigan 48 soatliklarimiz, bizani monetizatsiya bo'lgan qadamimiz va shunga o'xshash ko'plab foydali narsalar chiqib kelyapti. Bu menimcha 1 soatlik ko'rishlar, 48 soat 2 kunlik shorts ko'rishlar, haftalik soatlar, podpischiklar hammasi ko'rsatiladi. Bu yerda mana bu 3 ta nuqtada yana nimadirlar, bu misol konkurentlar va mana bu narsalar, ya'ni mana bu tomonda ham sizlarga ko'proq narsalar qo'shiladi. Xo'p, konkurent menga eng yoqqan narsa, sizlarga ham juda ham tavsiya qilaman albatta. Xo'p, misol uchun konkurentga bosganimizdan so'ng bizdan konkurentning nomini so'raladi. Misol uchun siz Caffeine Dance videolar qilasiz. Biz Caffeine Dance deb qidiramiz, albatta. Caffeine Dance'ga bosganimizdan so'ng misol uchun Sprunky, ko'zimiz Sprunky ko'rindi. Sprunky deb qidiramiz va filtr bor. Filtr ustiga bosamiz. Aytgancha mana bu yerda ham ko'rsatish mumkin. Shunga o'xshash juda ham populyar kanallar bor. Albatta bulardan ham foydalanishingiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan mana bu konkurentni hozir qanaqa foydalanishni ko'rsataman. Birinchi ochratda misol uchun mana bu kanal populyar ekan. Bu kanalni video bo'limiga o'tamiz. Videomiz farqi shu ishoga bosamiz, описание qismini olamiz. Kanalda mana bu qismi kerak, ya'ni Let's Dance. Mana bu yerdan ham birdan kopirovat bo'lsa bo'ladi. Kopirovat qilamiz va buni o'sha konkurent bo'limiga o'tib, mana yerda channel degan joyga tashlaymiz. Va qo'shish bor. Qo'shishga bosamiz. Mana qo'shganimdan so'ng bu kanalning menimcha view per horse, ya'ni soatlik prosmotrlari va bu haftaligi, ya'ni shu haftada shu kanallar prosmotr olyapti. Ya'ni kanal yozishimiz kerak bu yerda, David Bolsh kanali bu yerga yana kanallar qo'shamiz. Misol uchun yana boshqa bir ikkita kanal. Endi buni nima foydasi bor? Siz bemalol konkurentingizga podpisatsiya qilmasdan, shunchaki konkurent bo'limiga bosib, bularni nima qilayotganini tekshirishlar mumkin. Bularning eng ko'p ko'rilayotgan videolari. Shularga qarab, siz ham xuddi shunaqa videolar qilishga harakat qilasiz. Misol uchun mana 3 kun oldinga chiqqan Starro Tributi degan mana bu yulduzchani bemalol video qilishingiz mumkin. Endi-da agar siz Caffeine Dance bo'lsangiz, xuddi shunaqa bu yerga aynan bitta kanalda hozir videolar chiqadi. Siz bu yerga juda ko'p kanal qo'shishingiz mumkin. Endi bilmadim qancha qo'shish kerak, chunki baribir pul so'raydigan joyi bu. Agar siz bu yerga bir 5 ta, 6 ta kanal qo'shib qo'ysangiz, siz bemalol o'zingizni eng raqobatdosh kanallarni kuzatib, ular nima qilyapti, nima qilishyapti, qanaqa video, qanaqa preview hammasiga e'tibor berishingiz mumkin. Eng asosiy narsalar shu edi. Video ikuning bizga eng plus tomoni shu. Hammaga rahmat do'stlar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishinglarni so'rab qolardim. Rahmat, sog' salomat bo'linglar va Telegram kanalimizga обязательно o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.